Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tak, bo'lmasa efirni boshlayveramiz, vaqt bo'lib qoldi. Mani ismim Abdulvohid, familiyam Anvarov. 7 yillik tajribasi bor treyderman. 3 yildan beri investorlik qilaman, aynan aksiyalar bozorida. 1 yildan beri, deyarli 1 yildan beri Az Capitalda o'z faoliyatimni olib boryapman. Sizlarga mana shu bugungi jonli efirni va kelasi 2 jonli efirni men iloji boricha qo'limdan kelgancha foydali qilib o'tib berishga harakat qilaman. Xo'sh, o'zi biz nimani ko'zlamoqchi bo'ldik va nima uchun bunaqa 3 kunlik jonli efirlar ketma-ketligini qilishga qaror qildik? Sababi oxirgi paytda Instagramdagi bizni kuzatuvchilar juda ham aktiv va mana shu juda aktiv bo'lishganiga yarasha biz ham nimadir qilgimiz keldi, foydali va juda ma'lumotlarga boy, tajribaga boy narsa qilgimiz keldi va mana shu stock market bo'yicha, aksiyalar bo'yicha shu 3 kun ichida to'liq ma'lumot berishga qaror qildik sizlarga va men 3 yillik investor sifatida sizlarga qo'limdan kelgancha zo'r o'tib berishga harakat qilaman mana shu jonli efirlarni. Bugun sizlar bilan aynan stocks ya'ni stock marketga kirish qismini qilamiz. O'rtoqlar, bugungi mavzuyimiz salgina zerikarli bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki kirish qismi doim ma'lumotlarga, ba'zi ma'lumotlarga to'liqroq bo'ladi. Shuning uchun men sizlarni bugun iloji boricha qiziqtirishga harakat qilaman yoki to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Sizlar zerikmay tursanglar bo'ldi. Shu biz 2-3 kuni, ya'ni ertaga va indinga qanaqa qilib analiz qilish kerak stock marketni, unga qanaqa va hokazo matematika to'liq ma'lumotni ertaga va indinga beramiz. Bugun sizlar bilan kirish mavzusi. Xo'sh, qisqa qilib aytganda, stock market o'zi nima? Biror bir kompaniya o'z kompaniyasini ulushini bozorga qo'ysa va o'sha bozordan qaysidir odam kompaniyani ulushini sotib olsa, mana shu stock market deyiladi. Tushundinglar? Juda ham sodda tilda tushuntirishga harakat qilyapman. Ya'ni qaysidir kompaniya o'zini ma'lum bir ulushini bozorga qo'yadi, o'sha bozordan kimdir uni sotib oladi. Mana shu stock market faoliyati. O'zimizni hayotimizga qaraydigan bo'lsangiz, sizlarga ham qaysidir o'rtog'inglar yoki umuman tanishinglar taklif bilan chiqqanmi? Hey do'stim, men mana bunaqa magazin qilyapman. $10,000 magazinim bitar ekan, sen $2,000 bergin va har oyda misol tushadigan foydani 20% saniki yoki 10% saniki. Mana shu joyda nima bo'lyapti? Как investor bo'lyapti, investorlik faoliyati bo'lyapti. Bu tomonda magazinning egasi bo'lsa, o'zini foydasini ma'lum bir ulushini, magazinini ma'lum bir ulushini o'sha investorga beryapti. Bu o'sha o'zimizning hayotimizdan kelib chiqadigan narsa. Menimcha stock market nimaligini qisqa tushuntira oldim deb o'ylayman. Keyin o'zi nima uchun kerak degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni stock market o'zi nimani ustiga qurilgan yoki nima uchun o'zi stock marketdan foydalanishimiz kerak degan savol bo'lishi mumkin-da. To'g'rimi? Albatta. Stock marketda kompaniyalar bu stock marketdan faqatgina bitta maqsadda foydalanishadi, ya'ni ommadan, ya'ni odamlardan o'zlarini kompaniyalariga ma'lum bir pul olib kirib, o'sha pulni o'zlarini kompaniyalarini rivojlantirish uchun ishlatishadi. Tushunyapsiz? Ya'ni oddiy qilib yozilgan kompaniya uchun qanaqa foyda? Biznesni kengaytirish uchun kapital jalb qilish. Investor uchun qanaqa foyda? Pul kiritgandan keyin o'sha biznes agar rivojlanib ketadigan bo'lsa, o'rtada qolgan zazor foydadan o'zini ulushini olish. Aynan mana shu kompaniya uchun foyda va investor uchun foyda aytib o'tildi. Mabodo ziyon bo'lsa nima bo'ladi? Tasavvur qilaylik, qaysidir investor qaysidir kompaniyaga investitsiya kiritdi va kompaniya o'shandan keyin rivojlanishning o'rniga teskari tomonga qarab ketdi. O'sha investor ma'lum bir foizlarda ziyon qiladi. Bu kirish qismi menimcha ozmuncha tushundinglar deb o'ylayman. Men endi sal aniqroq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Xo'sh. Aksiya bu kompaniyani kichik ulushini, aksiyani ma'lum bir kichik ulushi. Misol men birorta kompaniyadan aksiya sotmoqchi bo'lsam, o'sha misol 100% deylik, bitta
mana bitta nima desak bo'ladi, tort, yegulik. O'sha yegulikni ma'lum bir qismi meniki, tushunyapsizlarmi? Mana shu tak inglizchada share deyiladi, ulush, o'zbek tilida ulush deyiladi. Aynan mana shu aksiya bozori deyiladi. Xo'sh, o'zi sizlarda aynan qaysi tomoniga yoki qanaqa tomoniga tushunmaysizlar stok marketni. Ba'zilar aytadi-da, misol stokislarni sotib olgandan keyin ham sliv bo'lib ketishi mumkinmi deyshadi. Yoki juda bir kontrastli holat bor. Bu nima? Investor bilan traderni solishtirishadi-da. Lekin ikkalasi ikkita dunyo. Investor umuman boshqa odam, trader umuman boshqa odam. Investor bo'lishning ham o'ziga yarasha foydalari bor, trader bo'lishning ham o'ziga yarasha foydalari bor. Bu ikkita odamni solishtirish bu sal bir-biriga teskari narsa. Chunki ikkovining ham o'ziga yarasha foydasi, o'ziga yarasha ziyoni bor. Brokerlar haqida gaplashamiz, Jasurbek. Broker haqida, matematikasi haqida, qanaqa analiz qilish, hamma narsani gaplashamiz. Faqat bugun emas. Bugun shu stock market bo'yicha kirish qism qilamiz xolos. Investorga keladigan bo'lsa, investor kim o'zi? Investor qaysidir bitimni amalga oshirmoqchi bo'lsa, uni oylar davomida, yillar davomida ushlab turish uchun ochadi o'sha bitimni. Ya'ni investor risk kam, foydali tomonlari risk kam va uzoq muddatli investitsiyalar. Trader bo'lishni riskliroq va foydasi tezroq keladi. Tushundinglar-a? Chunki marja degan narsalar bor. Chista spot aksiyalarda bo'lsa marja ishlatilmaydi, lekin shuni hisobiga sizni qanaqadir dohod qilishingiz muddati cho'zilib ketib qolishi mumkin. Tradingda, ya'ni Forexda deylik-da, siz $10,000 $10% bir oyda ham qilib qo'yishingiz mumkin-da, balki minimal risklar bilan. Lekin 10% qilish uchun siz aksiyalarda balki 3 oy sarflab qo'yishingiz mumkin. Lekin uni riski kamroq bo'ladi. Forexda bo'lsa, marjani hisobiga riskingiz kattaroq bo'ladi. Shunaqa. Xo'sh, o'zi investor va trader farqi nimadaligini tushundinglarmi ma'lum bir darajada? Tushuna oldinglarmi? Xo'sh, davom etamiz. Yana bir narsa bor va uni ko'p kishi farqlasha olmaydi. Bu birjalar, aynan aksiyalardagi birjalar va indekslar. Birja deganda, mana bu umumiy qilib aytganda biz bilamiz, xalqaro moliya bozori birjasi deyiladi yoki aksiyalar birjasi, kripto birjasi deyiladi-ku. Lekin aynan aksiyalarning ichida ham ma'lum bir birjalar bor. Aksiyalarning o'zini ichida ham ma'lum bir birjalar bor. Mana shu narsani biz farqlab olishimiz kerak. Misol uchun New York aksiyalar birjasi borda va Nasdaq birjasi bor. Sizlar Nasdaqni ko'p eshitgansizlar, to'g'rimi? Uni biz indeks sifatida ko'ramiz. Lekin xuddi shu nom bilan alohida aksiyalar birjasi ham bor. Aynan mana shu narsa uchun odamlar buni adashtirib yorishadi. Biz hozir mana shuni farqini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ko'radigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Bu Finviz sayti. Bugun bu haqida gaplashmaymiz. Bugun bu haqida ertaga gaplashamiz sizlar bilan. Ertaga buni qanaqa ishlatish kerak ko'rsatib beraman. Mana bunga qaranglar. Mana bu birjalarning nomlari.
bu joyga 4 ta birja kiritilgan. Biz biladiganimiz, odatda ishlatadiganimiz mana New York birjasi va Nasdaq birjasi. Mana shunaqa birja turlari bor. Endi qaranglar, qiziq holat. Mana bunga bosadigan bo'lsam, shu joyda ham Nasdaq bor ekan. Tushunyapsizlarmi? Bu indeks bilan birjalar bu boshqa narsalar. Shu narsani farqlab olishni tushunishimiz kerak. Qaysi aksiya qaysi birjaga kiradi va misol Nasdaq 100 nima degani, S&P 500 nima degani, bu narsani farqlab olish juda ham muhim hisoblanadi. Birorta bir aksiya bor-ku, siz o'sha aksiyani oldi-sotdi qilishingiz uchun o'sha aksiya qaysidir birjada listing bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Misol uchun hozir ikkita birja turini aytib o'tdim. Bittasi New York birjasi, ikkinchisi Nasdaq birjasi. Bitta aksiya qaysidir birjada listing bo'lsa, aynan o'sha vaqtda boshqa birjada listing bo'lishi juda ham qiyin, unga shartlari juda ham og'ir. Demak, bu joyda bitta holat, bitta logika kelib chiqadiki, qaysidir birjada listing bo'lgan aksiyani bir vaqtning o'zida boshqa birjada sotib olib bo'lmaydi. Qaysi birjada listing bo'lsa, o'shanda sotib olib bo'linadi xolos. Misol uchun biz mana bu aksiyalarni qaranglar-da. Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple. TradingView'da o'ng tomonga qarasanglar, mana shu joyda Nasdaq turibdi. Shu narsani tushunmaydi, ko'p kishi tushunmaydi. Ya'ni bu Nasdaqga qaraganim yo'q-ku deydi. Bu Nasdaq birjasida listing bo'lgan. Pastroqqa tushadigan bo'lsa, mana New York birjasi. New York birjasida listing bo'lgan Oracle Corporation kompaniyasi. Aynan mana shu narsa juda ham muhim, ko'rib turibsizlar. Har xil birjalarda listing bo'lishi mumkin. Lekin o'sha aytib o'tganimdek, bitta muhim qoida borki, bir vaqtning o'zida bitta aksiya ikkita birjada listing bo'la olmaydi. Bo'lishi mumkin bitta shart bilan. Ularni grafiki har xil bo'lishi mumkin. Xo'sh, hozircha mana shu ma'lumotlar, lekin real bozorning o'zidan sizlar bilan ko'rishga harakat qilamiz va esinglarda bo'lsa, ko'rgan bo'lsanglar, hozirgi paytda aktivniy ideyalar berib borilyapti. Bizni katta ustozimiz Aziz Xalikovning kanallarida, Telegram kanallarida kommentlarni o'qib chiqdim. Ko'p kishi depozitim yo'q, qanaqa foydalansam bo'ladi va hokazo. Prop haqida ham savol berishgan, ya'ni aksiyalar uchun prop ishlatsa bo'ladimi? Lekin bu narsaga men boshqa bitta fishka bor. Men sizlarga o'shani ko'rsataman va sizlar real paytda o'sha aksiyalardan foydalanib borsanglar bo'ladi. Undan oldin ba'zi bir aksiyalar bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Keyin o'sha platformani men sizlarga ko'rsataman. Birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan aksiya bu Upscale kompaniyasi. Tickerning nomi ABKL. Shu kompaniyani ko'radigan bo'lsa, endi e'tibor qilinglar. Qaysi birjada listing bo'lgan? Nasdaq birjasida. Ayni paytda bo'lsa, bu aksiyaga aktualniy ideya ham bor. Juda ham chiroyli modelni proboy qilgan yuqoriga. Va bu uzoq muddatli bozor yuqoriga yurishi mumkin. Birinchi 20%, undan keyin bo'lsa 50%, balki agar maksimumni proboy qilsa 100% ga qarab ketishi mumkin. Bu birinchi aksiya, ya'ni praktika qilib ko'raylik sizlar bilan. Mana shu aksiyani ko'rdinglar. Real bozorda analiz qilib ko'rdik va o'ng tomonda qaysi birjada
listing bo'lgan Nasdaq birjasida. Bu birinchi aksiyalar. Ikkinchisi Intel Corporation. Intelni ko'radigan bo'lsak va buni ham tekshirib qo'yishinglar kerak. Intel Corporation qaysi birjada? Nasdaqda bu ham. Nasdaqda listing bo'lgan kompaniyalardan. Oxirgi paytda juda ham impulsli harakat qilib turgan aksiya. Buni sotib olish uchun biz oddiy klassikadan foydalanamiz, ya'ni narx odatda mana shunaqa impuls bilan harakat qilsa, mana bu zonadan yuqoriga yana ketishi mumkin, korreksiya tugagandan keyin. Mabodo bozor pastga tushsa, aynan shu nuqtadan biz yana sotib olsak bo'ladi. Bu ikkinchisi. Uchinchi aksiya ham bor. Buni ham birjasini qarab ko'ramiz sizlar bilan. Chevron Corporation bu ham bu o'sha New York birjasida ko'rsanglar listing bo'lgan. Endi e'tibor qaratsanglar, bu Nasdaq deb yozib chiqmayapti, boshqa bitta grafik bo'lib. Aynan mana shu Chevron Corporation, misol Boats da ham listing bo'lgan ekan. Lekin endi qaranglar, farqini qaranglar. Mana buni qaranglarda va buni qaranglar. O'ziga yarasha farqi bor, to'g'rimi? Solishtirib ko'rsanglar. Ya'ni bu ikkita birjada listing bo'lgan ekan deya olamizmi? Desak bo'ladi, faqat e'tibor qilinglar, o'sha aytganimdek grafiklari har xil. Aynan mana shuning uchun. Keyin Robinhood kompaniyasi ham bor, bu endi Nasdaq birjasida. Bu stok ham uzoq muddatli bayga yurishi mumkin, sababi juda ham chiroyli trendiy liniya bilan maksimumni proboy qilgan hozir. Keyingi ideya bu New York bozorida listing bo'lgan aksiya Robinhood. Robinhood oddiy trendiy liniya proboy bilan harakat qilishi mumkin yuqoriga. Bu men ko'rsatgan narsalar 5 ta misol ko'rsatdim, qaysi birjaga kirishi mumkin va qanaqa harakatlanishi mumkinligi to'g'risida. Xo'p, endi bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan eng muhim narsa mana shunaqa aksiyalar bor. Ya'ni zo'r ideyalar bor. Misol uchun juda ham ko'p ideyalar berilyapti, to'g'rimi? Kanalni o'zida ham, ustozimiz kanallarida juda ham ko'p ideyalar berilyapti. Eng qizig'i, o'tgan kuni berilgan ideya bir necha soatning ichida 5% yurib bergan. Bir necha soatning ichida 5%. Bu juda ham katta natija, juda ham katta yurish hisoblanadi bir necha soatlar uchun. Lekin mana shunaqa ideyalardan qanaqa foydalansa bo'ladi, depozit bo'lmasa. Buning uchun mana bu platforma bor. Market Log kirib, mana shunga registratsiya qilib bo'lganinglardan keyin sizlarga mana bunaqa personalniy kabinet beradi. Bunga sizlar dashbordga kirganinglardan keyin bunda My Portfoliodan sizlar qo'shib olsanglar bo'ladi. Shu dashbordda sizlar portfolyolar ichi bunda bo'lsa, birinchisida sizlar qo'shsanglar bo'ladiki, o'zingizlarning agar real akkauntinglar bo'lsa, mana shu joyga qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkinchisida bo'lsa, sizlar bu joydan nima qilsanglar bo'ladi? Demo hisob ochib yuritsanglar bo'ladi.
bu joyda mayli, xo'p, o'zinglarni portfoliolar bor, lekin bu joyga kirsanglar, aynan 3-bo'limga kirsanglar, bu joyda juda ham tajribali treyderlar, misol uchun ko'ringlar, 3 yilning ichida mana bu treyder 140% dohod ko'rgan va oylik daromadi 5% dan sal kamroq. Mana shu treyderlarni ham, mana shu investorlarni ham bitimlarini kopirovat qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kapitali 3 milliard atrofida ekan va bu qizig'i mana qaysi kompaniyalarni sotib olmoqchi. Shu haqida ham ma'lumotlar berib ketgan. Mana bunga qaranglar. Bu yangi qo'shilgan kompaniya 0% turibdi. Demak, biz ham mana shundan foydalansak bo'lar ekan. O'zlarini portfolyolarni shu joyga ulab qo'yishadi-da va trade qilishni boshlashlari mumkin. Sizlar o'zingizlar bo'lsa, mana bu joydan add portfolio qilib o'zingizlarga qo'shib olsanglar bo'ladi. Va watch list qilib qaysi aksiyalarni sotib olmoqchisizlar, shuni ham qo'shsanglar bo'ladi. Qaysi aksiyalar bilan ishlamoqchisizlar, shu narsani ham qo'shsanglar bo'ladi. Misol uchun, mani watch listimda mana bitimlarimning ichida mana bu bor. Ya'ni Bank Hopalim degan kompaniya. Tickeri Poly. Shunaqa qilib qo'shib olsanglar bo'ladi. Qanaqa savolinglar bor? Umuman aksiyalar bo'yicha yoki platforma bo'yicha savolinglar bo'lsa bersanglar, keyin menimcha efirni ham tugatsak bo'ladi. Sababi kirish qismi menimcha yetarli bo'ldi kirish qismiga. Nima foydasi bor bu platformani? Bu platformani foydasi, siz misol berib turilgan aksiyalarni ko'rib turibsiz, lekin foydalana olmayapsiz. Faqat ko'rishni o'zi bilan tajriba oshib qolmaydi-da. Undan foydalanish kerak. Hech bo'lmasa mana shunaqa platformaga kirib, hech bo'lmasa mana shu demo shotidan foydalanib bo'lsa ham, siz o'zingiz tajribangizni yig'ib borsangiz bo'ladi va real natijalarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Amana brokerda bormi? Albatta bor. Mabodo birorta aksiya agar Amana brokerda chiqmay qolsa, muammosi yo'q. O'zbek poddershkasiga yozsanglar, ulab berishadi bir necha kunda. Qiziq savol kelibdi. Lekin mani bu savolga javobim unchalik ijobiy emas. Aytilyaptiki, DEXdan deyilyapti. 100% o'sadigan aksiyalar bor ekan. Shu haqida ma'lumot bering. Bu aksiyalarning turlariga kirib ketadi. Ya'ni aksiyalarning turlari ham bor. Misol uchun penny stocks deyiladi, to'g'rimi? Kriptoning o'zida misol eshitgansizlar-ku, shit coinlarni eshitgansizlar. Shunaqa coinlar bor, to'g'rimi? Mayda-chuyda coinlar. Penny stockslar ham bor. Ya'ni u juda mayda-chuyda kompaniyalar, u bankrot bo'lib ketish ehtimoli ham juda ham yuqori. Lutchi ularda ishlamagan yaxshi. Siz to'g'ri savol berdingiz. O'sha aksiyalar misol 100%, 1000% ham o'sib ketishi mumkin. Lekin ularda ishlash tavsiya qilinmaydi. Sababi u bankrot bo'lib ketish ehtimoli ham juda ham yuqori va kamdan kam holatda unaqa juda ham katta dohod beradi, kamdan kam holatda.
Agar istasanglar, men ba'zi bir penny stoklarni ko'rsatishim mumkin. No, va real misol bilan ko'rib chiqamizki, o'sha kompaniyalar misol bir necha yuzlab foiz foyda bergan bo'lsa ham va oxiri umumiy trend baribir selga ketadi. E'tibor qaratinglar, mana hozirgi aytgan narsamga real misol. Tak. Mana bu penny stockslardan bittasi. Hozirgi narxini qaranglar, 12 sent. Va bu bir paytlar o'rtoqlar, даже menimcha bu ko'rib turibsizlar, tepada narxi juda ham baland. O'rtada menimcha bir delisting shunaqa ma'lum narsalar bo'lgan bo'lsa kerak bunga ham. Shuning uchun narxi tushib ketgan. Umumiy trend selda. Qizig'i, lekin e'tibor beringlar, mana bu ko'tarilishni o'zida 150% dan ko'proq ko'tarilgan. Lekin umumiy hisobda baribir trend selda. Bunaqa aksiyalarda ishlash umuman tavsiya qilinmaydi, chunki pul yo'qotishingiz ehtimoli juda ham yuqori. Va bunaqa aksiyalarni ko'p brokerlar chiqarmaydi ham. Qaranglar, mana bir necha kunda, 4 kun ichida 200% dohod beryapti. 4 kun ichida. Lekin mana shu dohodni olib olish uchun qaranglar, qanaqa trend faqat selga ketyapti. Va mana bu divideniyani qaranglar. 2 kun ichida 200% dohod. Lekin bu trendni ushlash juda ham amri mahol. Va qizig'i, sizlar hozir savol berishingiz mumkin-da. Trend faqat selga ketyapti-kan, futuresda sel ochsak bo'ladimi? Aynan mana shunaqa penny stoklarga brokerlar faqat spotda buy knopkasini bosishga ruxsat berishadi, juda ham ko'plari. Va sell knopkani bosa olmaysiz. Bunaqa stoklarni sotib olganingizdan keyin ehtimol juda ham yuqori dohod ham qila olmaysiz. Aynan mana shuning uchun men penny stoklarni tavsiya bermayman. Iloji boricha kompaniya kapitalizatsiyasi kamida 100 million, 500 million, 1 milliard bo'lgan kompaniyalar bilan ishlagan yaxshi. Lekin bu haqida biz albatta ertaga gaplashamiz. Kompyuterdan kirib bo'lmayapti amanaga. Shunaqa savol berishibdi. Menimcha bu brauzerdan bo'lsa kerak. Nimaga? Yaqinda ham menda shunaqa holat bo'lgandi. Men o'sha poddershkaga yozdim, kirmayapti platformaga, kompyuterdan kirmayapti, telefondan kiryapti desam, bu brauzerdan bo'lishi mumkin deyishdi. Sirasi to'g'rilab berishdi bir necha daqiqaning ichida. Agar mabodo bunaqa texnik problemalar bo'lsa, albatta poddershkaga yozsanglar bo'ladi. Qanaqa savolinglar bor? Stokslar bo'yicha, umumiy ma'lumotlar bo'yicha qiziq savol keldi. Ya'ni boshlovchilar uchun aksiyalarda qilinadigan xatolar. Men sizga bitta gap aytaman, aksiyalarda ishlashni o'ziga yarasha halovati bor. Sizda riskingiz kam bo'ladi. To'g'ri, ma'lum bir vaqt o'tib ketishi mumkin dohod qilgan ishchi, lekin siz risk kam bo'lganligini hisobiga ko'nglingiz tinch turadi-da. Aksiyalarning o'zi eng asosiy foydali tomonlaridan bittasi insonni stressga tushirmasligi, riskni kamligi. Lekin ba'zi bir treyderlar aksiyalarga kirib ham futuresda marja qilib risklarni oshirib yuborishadi. Bu juda ham katta xato, ya'ni
aksiyalarga kirdinglarmi, iloji boricha faqat spotda ishlashga harakat qilinglar. Shunda yangi boshlovchi treyderlar sizlar yo'qotishinglar mumkin bo'lgan faqatgina bitta narsa bo'ladi xolos, bu vaqt. Shunda umumiy sizlarning foydalar ham oshishi mumkin, vaqt o'tkazishi mumkin, lekin hech bo'lmasa Forex'da qilib akkauntinglarni silib qilib tashlamaysizlar. Tak. Va alaykum assalom. Qanaqa aksiyalarni filtr qilish, moving average bilan yokida kompaniya haqida qanaqa ma'lumot olish mumkin? Kompaniya haqida ma'lumot olish hozirgi paytda juda ham oson narsa, juda ham easy. Kerak bo'lsa ChatGPT ga kirsangiz ham yoki Gemini sun'iy intellektga kirsangiz ham to'liq ma'lumot beradi. Muammosi yo'q. Lekin qanaqa filtr qilinadi? Bu filtr qilish bu ertangi mavzu, juda ham qiziq narsalar kutib turibdi sizlarni ertaga. Qanaqa filtr qilinadi, kapitalizatsiya qanaqa tekshiriladi? Men sizlarga ertaga ko'rsataman. Даже bozorni sizlar 5000 ta aksiya bo'lsa, shu 5000 ta aksiyani 1 soatda ham analiz qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men ko'rsatadigan filtrlar bilan. Tak, menimcha savolinglar qolmadi deb o'ylayman. Mabodo savol bo'lsa, gruppada mabodo savol bo'lsa, yozsanglar bo'ladi. Kommentga yokida Telegram akkauntga. Bugungi darsimiz tugadi. Yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.